3 xil turdagi eng shikarniy kremlar. Dr. G Red Blemish Soothing Cream yoz uchun super yengil krem. Sostavida centella tinchlantiradi, yozda qizaradigan teri uchun. Ayniqsa yog'li yuzlarga. Lagom Mild Moisture Cream har kunga namlantirish, ozuqa berish, baryerni tiklash, ertalab meykapni tegidan ham. Butun qish retinoidlar bilan terini quritmasdan yurdim. Samый мощный baryerniy krem 20-25. Extra baryerniy krem. Bir qaraganda CeraVe bilan sostavi bir xil deb o'ylash mumkin, lekin bu yerda ceramid va yog'li kislotalar encapsulated, ya'ni komponentlar mini kapsulachalarni ichiga solib krem yasalgan. Bu esa baryerni tiklaydigan ceramidlar chuqurroq kiradi degani. Yozga yengilroq krem xohlasangiz bu, teri quruq va perxatga o'xshab to'kilsa, retinoid yoki kislotalar ishlatsangiz, bunaqa yoki shunga o'xshagan kremlarni uxotga kiritamiz. 3 xil turdagi eng shikarniy kremlar. Dr. G Red Blemish Soothing Cream yoz uchun super yengil krem. Sostavida centella tinchlantiradi, yozda qizaradigan teri uchun. Ayniqsa yog'li yuzlarga. Lagom Mild Moisture Cream har kunga namlantirish, ozuqa berish, baryerni tiklash, ertalab meykapni tegidan ham. Butun qish retinoidlar bilan terini quritmasdan yurdim. Samый мощный baryerniy krem 20-25. Extra baryerniy krem. Bir qaraganda CeraVe bilan sostavi bir xil deb o'ylash mumkin, lekin bu yerda ceramid va yog'li kislotalar encapsulated, ya'ni komponentlar mini kapsulachalarni ichiga solib krem yasalgan. Bu esa baryerni tiklaydigan ceramidlar chuqurroq kiradi degani. Yozga yengilroq krem xohlasangiz bu, teri quruq va perxatga o'xshab to'kilsa, retinoid yoki kislotalar ishlatsangiz, bunaqa yoki shunga o'xshagan kremlarni uxotga kiritamiz.